Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan osteoartroz kasalligi haqida gaplashamiz. Osteoartroz kasalligi hozirgi kunda bo'g'im kasalliklari ichida eng keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Kasallik kelib chiqish sabablari hozirgi kundagi populyatsion holatlar hisobidan bo'ladi. Ya'ni tana vaznining ortiqcha ko'payib ketishi va bemorlarda o'tkazilayotgan surunkali kasalliklarning o'z vaqtida davolanmasligi. Kasallik belgilari odatda bemorlarda boshlang'ich yurishdan keyingi og'riqlar, harakatda qo'zg'alishning qiyinligi, harakatning chegaralanganligi, bo'g'imlarda qirsillashlar va g'ichirlashlar sezilishi. Sizda xuddi shunday belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta revmatolog vrachga murojaat qilishingiz shart. Chunki bo'g'imlarning degenerativ o'zgarishi orqaga qaytmas jarayon hisoblanib, agar bemorlar o'z vaqtida davolanishmasa, bu bemorlarning keyingi hayot tarzida qo'pol o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lishingiz shart.